Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan termistor yoki termorezistor haqida bilimlarga ega bo'lamiz. Termistor nima? Termistor bu harorat ta'sirida elektr qarshiligini o'zgartiradigan maxsus yarim o'tkazgichli qarshilik elementlaridan biri hisoblanadi. Termistor so'zi ingliz tilidagi termal issiqlik va rezistor qarshilik so'zlarining birlashmasidan hosil bo'lgan. Ular asosan marganiz, nikel va kobalt kabi metall oksidlarini kukunlarini sinterlash, ya'ni yuqori haroratda pishirish orqali tayyorlanadi. Hurmatli o'quvchilar, ular qanday ishlaydi? Termistorlarning ishlash prinsipi ularning turlariga bog'liq bo'ladi. Termistorlarning ikkita asosiy turi mavjud. Birinchi turi NTS, ya'ni past harorat termistorlari. Bular harorat oshishi bilan ularning qarshiligi keskin kamayadi. Bu turdagi termistorlar asosan haroratni o'lchash va boshqarishda ishlatilinadi. Ularning ishlash prinsipi shundan iboratki, harorat oshganda yarim o'tkazgich materialda zaryad tashuvchilar soni ortadi va bu elektr tokining oson oqishiga, ya'ni qarshilikning kamayishiga olib keladi. Ikkinchi tur termistorlarimiz PTS, ya'ni yuqori harorat termistorlari hisoblanadi. Ularning ishlashi qanday bo'ladi? Ular harorat oshishi bilan qarshiligi keskin ortadi. Ular odatda himoya qurilmalari sifatida ishlatilinadi. Termistorlarning insoniyatga qanday foydasi bor? Termistorlar yuqori sezgirligi, tez javob qaytarishi, kichik o'lchamliligi va arzonligi tufayli hayotimizning deyarli barcha jabhalarida keng qo'llaniladi. Bularning tezligi fotorezistorlarnikidek emas. Ular juda tez javob qaytaradi. Ular foydalaniladigan sohalar juda keng. Tibbiyotda bemorlarning tana haroratini o'lchaydigan elektron termometrlarda, yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun inkubatorlarda va dori-darmonlarni saqlash joylarida haroratni nazorat qilishda keng foydalaniladi. Avtomobilsozlikda dvigatel, suv sovutish tizimi va konditsioner haroratini kuzatishda muhim rol o'ynaydi. Elektr avtomobillarining akkumulyator batareyalarini haddan ortiq qizib ketishidan himoya qilishda ham qo'llaniladi. Maishiy texnika sohasida sovutgichlar, dazmollar, soch quritgichlar, konditsionerlar va elektr choynaklarda haroratni boshqarish termistorlar orqali amalga oshiriladi. Sanoat va energetika sohasida ishlab chiqarish jarayonlarida haroratni aniq nazorat qilish, elektr motorlarini haddan tashqari qizib ketishdan saqlash va turli xil sanoat uskunalarining harorat rejimini kuzatishda qo'llaniladi. Smart soatlar va internet qurilmalarida ham termistorlardan keng foydalaniladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, termistorlar oddiy ko'rinishiga qaramay, zamonaviy texnologiyaning ajralmas va aqlli qurilmalari hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi atrof muhit harorati haqidagi fizik ma'lumotni elektr signaliga aylantirib, elektron qurilmalarga tushunish imkonini beradi. Hurmatli o'quvchilar, darsimizni yana mustahkamlash uchun, sizlarning bilimlaringizni yana boyitish uchun quyidagi qiziqarli savollarni taqdim etamiz. Sizlardan ushbu savollarga javob ham kutib qolamiz. Savollarimiz quyidagicha. Atrofingizga nazar tashlang. Siz turgan xonada nechta sensor ishlayapti? Ular nima qilyapti? Masalan, smartfoningizdagi, konditsionerdagi, hatto muzlatgichdagi sensorlar. Ikkinchi savol. Tasavvur qiling. Dunyodagi barcha sensorlar, termistorlar, harorat o'lchagichlar bir vaqtning o'zida ishdan chiqdi. Ertalab uyg'onganingizda birinchi navbatda nima bo'lar edi? Kuningiz qanday kechardi? Hurmatli o'quvchilar, nima deb o'ylaysiz? Inson tanasini juda murakkab sensorlar tizimi deb tasavvur qilsak bo'ladimi? Masalan, qo'lingizni issiq choynakka tekkizganingizda bu signal miyangizga qanday yetib boradi?
va bu termistorlarning ishlash prinsipiga o'xshaydimi? Sizlardan ushbu savollarga javob kutib qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, biz ushbu taqdimotni tayyorlashda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Sizlarga ham ushbu adabiyotlardan keng foydalanishni tavsiya qilamiz. Bu yerda juda ham qiziqarli bo'lgan laboratoriya ishlari keltirib o'tilgan. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning amaliy qismini ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tok manbai, fotodiod, termorezistor, kalit va ulagichlar kerak bo'ladi. Biz hozir bularni yig'ib oldik. Endi buni ishlashini ko'rib o'tamiz. Mana ko'rib turibmiz, yorqinligi xira. Mana yorqinligi past. Chunki termorezistordan tok o'tayotganda kuchli qarshilikka uchrab, mana bu lampamizga kelayotgan tokning qiymati kamayib ketyapti. Manbadan kuchlanishni ko'taradigan bo'lsamgina lampamiz yorqinlashyapti. Bunda termorezistordan tok o'tayotganda qarshilikka uchrab, keskin kamayib ketyapti. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan sizlar bilan ko'rgan termorezistorlar yoki termistorlar mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Qiziqarli savollarga esa javoblaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.